Assalomu alaykum azizlar. Kanalimizga yangi kirganlar uchun boshidan aytib qo'yay, biz mutaxassismiz va faqat ilmda berilgan gaplarnigina aytamiz. Shuning uchun bizdan hozir YouTube ni bosib ketgan, ostida ilmiy asosi bo'lmagan, ya'ni aksariyat yolg'on bo'lgan vahimali ko'pirtma gaplarni kutmang. Xo'p, demak, yozgi ekinlarni ekish mavsumi ham yaqinlashib qoldi va biz bunga hozirdanoq tayyorlanib, beriladigan o'g'itlarni taxlab qo'yishimiz kerak. Demak, bu videoda takroriy, ya'ni yozgi ekinlarni o'g'itlashni o'rganamiz va bunda klassik hamda zamonaviy o'g'itlar bir-biriga taqqoslanadi, afzalliklari aytiladi. Chunki bizda aksariyat dehqonlar ekinlarni o'g'itlash tartibini yaxshi bilishmayapti. Buni Telegramdagi dehqonchilik guruhida berilayotgan savollardan ko'p ko'ryapmiz. Va buni o'rganmasdan turib, o'g'itlarga katta xarajat qilinadi, lekin o'ylaganday hosil olish olmaydi. Ya'ni o'g'itlash muddatlarini bilmaslik va o'g'itlarni to'g'ri tanlay olmaslik natijasida hosildorlik deyarli 2 barobarga tushib ketadi. Biroq bu bitta videoda har bir ekin uchun alohida o'g'itlash tartibini aytishni iloji bo'lmagani uchun umumiy tushuntirib ketamiz. Chunki yozgi ekinlarni o'g'itlash tartibi deyarli bir xil bo'ladi. Faqat o'g'itlar normasida farq bo'lishi mumkin. Agar bu ma'lumotlardan o'z ekiningiz uchun nimadir tushunarsiz bo'lsa yoki mos kelmasa, unda Telegramdagi dehqonchilik degan guruhimizga o'tib so'rangizlar. Guruh havolasi shu video ostida va kommentariyada berilgan. Demak, yozgi ekinlarga o'g'itlarni berish 3 muddatda bo'ladi. Birinchisi shudgor ostiga, ikkinchisi ekish oldi va uchinchisi o'suv davrida beriladigan o'g'itlar. Bularning ichida shudgor oldi hamda ekish oldi o'g'itlashlar agronomiyada asosiy o'g'itlash deyiladi va yuqori hosilni shakllantirishda bu vaqtdagi o'g'itlashlarning ahamiyati juda katta bo'ladi. Demak, shudgor oldi o'g'itlashda fosforli va kaliyli o'g'itlarni yillik normasini 55-60% beriladi. Bularning qolgani va azotli o'g'itlarni 15-20% ekish oldi solinadi. Biroq bizdagi sharoitda ko'pchilik yozgi ekinlarni yerini plugda ag'darib haydab o'tirmaydi. Bunaqa holatda fosforli va kaliyli o'g'itlarni hammasi va azotli o'g'itlarni 15-20% yerga sochilib, chizelda tuproqqa chuqur aralashtirib tashlanadi-da, yer tayyorlanib urug' ekilaveriladi. Biroq yer kuchli, zich bo'lsa yoki ildizi chuqur ketadigan ekinlar uchun yerni shudgor qilib ekish kerak. Xo'p, endi ana shu shudgor oldi va ekish oldi qanday o'g'itlar beramiz? Ya'ni o'g'itlarni farqlash, yuqori hosil olish va xarajatni minimal bo'lishida asosiy faktor. To'g'ri, aksariyat dehqonlar ekinlariga fosforli o'g'it sifatida amofos yoki superfosfatni, kaliyli o'g'itlardan kaliy xloridni berib kelishadi. Ya'ni bu o'g'itlar dehqonlarga yaxshi tanish. Biroq ular hozirda klassik o'g'itlar deyiladi. Kamchiliklari ko'p. Bilamizki, ekinlar uchun fosfor, kaliy va azotlarning ahamiyati beqiyos. Yuqori hosil olish uchun asosan shu o'g'itlar beriladi. Lekin bu elementlarni yakka holda saqlovchi klassik o'g'itlarni alohida bo'lishi ularni yerga berishda mehnat va xarajatni ko'paytirib yuboradi. Yomoni, bu elementlarni bittasi, masalan, fosfor kam bo'lsa, boshqalarni ham o'zlashish foizlari pasayib ketadi. Va aksincha, masalan, agar kaliy yetarli bo'lmasa, azot va fosfor ham yaxshi o'zlashmaydi. Zamonaviy agronomiyada esa bu muammolarni real yechimi sifatida MPKli o'g'itlar taklif qilinadi. Chunki MPKlarda shu 3 ta oziq modda bir o'g'itga joylashtiriladi. Bu esa o'g'itlarni alohida solish tashvishidan qutqaradi. 3 emas, bir xarajat bo'ladi. Ham o'simliklarni bu elementlarga talabi to'liq qondiriladi, ham MPKlar boshqa klassik o'g'itlardan farq qilib yaxshi o'zlashadi. Eng zo'ri esa MPKli o'g'itlardagi oziq moddalar 1 yil ichida o'zlashib tugaydi va ularning o'zlashish foizlari juda yuqori bo'ladi. Taqqoslash uchun, masalan, hamma biladigan amofos yoki superfosfat o'g'itlari 3 yil davomida o'zlashadi. Ya'ni birinchi yil 5-15%, ikkinchi yil 10-12% va uchinchi yili 5% o'zlashadi. Qolgani tuproqqa tosh bo'lib mahkamlanadi. Undan o'simlik foydalana olmaydi. Kaliyli o'g'itlarni esa birinchi yil o'rtacha 50%, ikkinchi yil 15-20% o'zlashadi. Qolgani tuproqqa mahkamlanadi. Mayli, bu klassik o'g'itlarni juda arzon demaymiz, lekin o'rganib qolganimiz, ishlatishni bilganimiz uchun amallab foydalanish mumkin. Biroq hozirda bularning qalbaklari hamma joyni bosib ketgan. Buni ko'pchilik yaxshi biladi. Lekin buni tekshirishni bilmagan dehqon yoki bog'bonlar bu o'g'itlarni katta pulga olib ekinlarga berib,
oxirida hosilidan yutqizyapti. Ya'ni ham shoxga, ham tuyoqqa urishyapti. Demak, bu gaplardan xulosa shuki, endi biz shu vaqtgacha ishlatib kelayotgan eski o'g'itlardan voz kechishimiz kerak. Bularning davri o'tdi. Hozir ularning narxiga ulardan ancha yuqori samara beruvchi zamonaviy o'g'itlarni olish mumkin. Ya'ni eskicha o'g'itlarning kam o'zlashishi, ko'p isrof bo'lishi, tuproq ichiga chuqur berish zarurati, qalbaklarning ko'pligi va boshqa bir qancha muammolar bularni MPK o'g'itlarga almashtirish kerak degan xulosaga olib kelyapti. Chunki MPKlarda bunaqa muammolar bo'lmaydi. Bo'pti, MPKli o'g'itlarga e'tiroz yo'q, hamma tomondan qulay ekan, lekin nega yoppasiga dehqonchilikda qo'llanilmayapti undan? Gap shundaki, MPKlar ancha qimmat turadi. Chunki ular asosan chetdan olib kelinadi va xaridorga yetgunicha 2-3 qo'ldan o'tadi. Bunda tabiiyki har bir qo'l o'zini cho'talini olib qoladi. Demakki, xaridorga kelgunicha kamida 2 barobar qimmat bo'lib ketadi. Ya'ni ularni barcha ekinlarga qo'llash qimmatli qiladi. Xo'p, klassik o'g'itlardagi boyagi muammolar sababli xarajat ko'p, hosil kam bo'lsa, MPKli o'g'itlar qimmat bo'lsa, unda nima qilaylik? Ishni yig'ishtiramizmi? Yo'q, buni real yechimini oldingi videolarda ham aytganmiz. Ya'ni Extrafos kompaniyasida ishlab chiqarilayotgan Extrafos 15-15-15 MPK o'g'itini nazarda tutyapman. Bu o'g'it Germaniya texnologiyasi asosida ishlab chiqariladi va tarkibida to'liq o'zlashuvchi 15% azot, 15% fosfor va 15% kaliy saqlaydi. Bulardan tashqari yana bu o'g'itga kompaniya know-how'si bo'lgan maxsus modda qo'shilganki, bu modda fosfor va kaliyni tuproqda mahkamlanib qolishdan va o'g'itni suvda darrov erib ketishidan saqlaydi. Ya'ni bu modda ta'sirida o'g'it donachalari suvda shishib, oziq moddalarini tuproqqa asta-sekin va dozalangan holda chiqarib beradi. Bu usul yangi texnologiya bo'lib, o'g'itni sekinlashtirilgan ta'siri, ya'ni inglizchada slow release deb ataladi. Va shu texnologiya bo'yicha tayyorlangan Extrafos o'g'iti boshqa klassik o'g'itlarga nisbatan hosildorlikni kamida 15-20% ga yuqori qilib beradi. Lekin Extrafos MPK o'zimizda chiqarilgani, xomashalari ham o'zimizda bo'lgani uchun boshqa chetdan kelayotgan shu kabi MPKlarga qaraganda ancha arzon. To'g'ri, hozirda oddiy usulda qo'lbola sexlarda tayyorlanayotgan bundan ham arzon MPKlar ham bor, lekin ular boya yuqorida aytilgan klassik o'g'itlardan ham battar. Narxiga qiziqib, chuv tushib qolmangizlar. Demak, o'g'itlar bo'yicha mutaxassisligimdan kelib chiqib aytamanki, ekinlarni to'liq tarkibda oziqlantirishda va samaradorligi bo'yicha Extrafos 3-15lik MPKni oldiga tushadigan o'g'it yo'q hali. Chunki birinchidan ekinlarga yoppasiga ishlatish darajasida arzon, ikkinchidan o'zida asosiy 3 xil oziq moddalarni yetarlicha saqlaydi va bu oziq moddalar birinchi yildayoq deyarli to'liq o'zlashadi. Endi ana shu Extrafos MPKni yozgi ekinlarga qo'llash tartibini ham aytamiz. Bu o'g'it ishlatilganda boshqa fosforli va kaliyli o'g'itlar hamda ekish oldi beriladigan azotli o'g'itlar berilmaydi. Bu o'g'it ularni o'rnini ortig'i bilan bosadi. Demak, yozgi ekinlar uchun Extrafos 15-15-15 MPKni yillik normasi o'rtacha 400-450 kg bo'ladi va agar siz yerni shudgor qilsangiz, bu normani 50-60%, ya'ni 200-250 kg ni shudgor ostiga berasiz. Qolganini ekish oldi yer tayyorlashda chizellarda yerga chuqur aralashtirib tashlaysiz. Agar yerni shudgor qilmay bir yo'la chizillab ekaman desangiz, unda shu 400-450 kg MPKni yer ustiga bir tekisda sochib, chuqur aralashtirasiz, tamom. Orqasidan bemalol urug'ni ekavering. Aytgancha, urug'ni selkada eksangiz, unda yana 50 kg Extrafosni selkada urug' yoniga ham berib keting. Buni ham foydasi katta bo'ladi. Keyingi o'g'itlashlari ekinni o'suv davrida o'tkaziladi va bunda ekin turiga qarab asosan azotli o'g'itlar beriladi. Chunki boshda berilgan Extrafos o'g'itidagi fosfor va kaliylar ekinni butun o'suv davri uchun yetarli bo'ladi. Va albatta o'suv davrida azotli o'g'itlar berishda Extrafosdagi 15% azot ham hisobga olinishi kerak. Chunki masalan 450 kg Extrafosda sof holda 68 kg ga yaqin azot bo'ladi. Bu 200 kg ammoniakli selitraga teng degani. Endi Extrafos MPK o'g'itini berish miqdorini mablag'ga qarab hal qilaverasizlar. Biz o'rtacha normalarni aytamiz. Siz olinishi reja qilingan hosilga qarab buni ko'paytirishlaringiz yoki kamroq berishlaringiz ham mumkin.
Hosildorlik hamma vaqt o'g'itlarni to'g'ri vaqtda berishga va uni miqdoriga mos holda ko'p yoki kam bo'ladi. Tushunarli aytganda, siz qizil chiziqdan o'tmaydigan, ya'ni ekinlar o'zlashtira oladigan darajada ko'p o'g'it bersangiz, hosilingiz ham shuncha ko'p bo'laveradi. Yoki kam o'g'it bersangiz, kamroq hosil olasiz. Ekstrafos NPK ni ekish oldi va o'suv davridagi qo'llashda yozgi ekinlar uchun qizil chiziq bu 1 gektarga minimal 400 kg, maksimal 600 kg bo'ladi. Demak, shu tartibda o'g'itlansa, ekinlar boshlang'ich va butun o'suv davrida ham yuqoridagi oziq moddalar bilan to'liq ta'minlanadi, tez o'sib baquvvat rivojlanadi. Natijada hosil eng yuqori bo'ladi. Xo'p, yozgi ekinlarni o'g'itlash bo'yicha qisqacha ma'lumotlarimiz shu. Agar nimadir tushunarsiz bo'lsa yoki ekstrafos o'g'itini boshqa ekin va mevali daraxtlarga qo'llash bo'yicha savollaringiz bo'lsa, unda yuqorida aytilgan Telegramdagi dehqonchilik guruhida so'rangizlar. Va albatta boshqa savollarni bemalol berishlaringiz mumkin. Aksariyatiga o'zim javob beraman. Guruh havolasi va ekstrafos NPK ni olishdagi call center raqamlari video ostida hamda kommentariyada berilgan. Ko'k yozuvni bossangiz o'zi o'tkazib qo'yadi. Demak, shu bilan bu videoni yakunlaymiz. Keyingi videolarda uchrashguncha xayrlasizlar.